tepa bilan pastda umuman farqi yo'q. Assalomu alaykum hurmatli fermerlar, dehqonlar. Avtopilot yordamida paxta ekishi, avtopilot orqali ekdik. Mana shu maydoni 100 metrlik bo'yli. Tepa bilan pastda umuman farqi yo'q. 1-2 santimetrgacha farqi yo'q. Bizga instrument agro qo'llari kelib, nosozliklar bo'lsa, nosozliklarni to'g'rilab, o'rgatib, avtopilot yordamida ekishi, mana hammasini o'rgatib berishdi. Mana zo'r oldin bunaqa professional traktorchi ham bunaqa tekislik olmasdi. Zo'r ekilgan. Gap yo'q ishlariga. Xohlasan suv olishlarini ham boshlagan tiliga. Kultivasiya naranliklarni yurishlari ham, ekayotganda ham обязательно professional traktor shart emas. Kerak bo'lsa fermer o'zi ham ekolta bo'ladi. Qo'ylar juda ham zo'r ekilgan. Naryoqda o'sha xudoy o'rniga o'sha mosh ekishlarni ham boshlab o'rganamiz. Xohlasa bular ham zo'r chiqyapti. X bir xil aniqlikda. Bizga mana bazalarni ham berishdi. Bazalar orqali ekamiz. Hozir ko'p eshitamiz mana shu kurs aloqasi uzilyapti, qolganini qiladi ular. Bizga bazalarni bu yerda vaqtida ekamiz. Ishlari zo'r, xohlasa. O'tgan odamlarning hammasi ham qarab nimada ekilgan deydi buni. Odamlar onga bilan ekish qiyin bo'ladi. Juda ham qiyin. Juda ham tekis bo'ladi. Bunaqa uzun po'lalarni tekis ekish juda ham qiyin. Lekin bu avtopilot bilan обязательно ekish kerak deb maslahat beraman.